Diyorim to'r bekdi. Assalomu alaykum hurmatli diyorim ahli. Diyorim to'r söhbətini görüşünləri qızğın qarşıladınız. Biz bugünkü söhbətimizə ataqlı kompozitor, şair, naqşçolpini Zahir Burhan əpəni təklif qıldım. Zahirqa yaxşımısınız? Yaxşımısınız. Aldı bilən diyorim to'r söhbətini qəbul qılğınızğa diyorimning barliq iştirakçilari və qollanğuchilari nomidan samimiy rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Sizlarga rahmat. Mush munosabat bilan diyorim to'r abonentlarga ko'p rahmat aytaman. Mening naqshlarimni yoqtirib meni qo'llayotgan barliq to'r abonentlari shundaqla naqshchi san'at muxlislariga mendan salom. Rahmat. Sayırkan söhbətimiz başlab ketsak. Müşahidimiz ma'lumki siz 90-yillarning atrofida Uyg'ur san'at sohasida bir mezgil davr surgan. Shundaqla o'zingizniki boshqalar o'xshamaydigan uslubingiz, aham uslubingiz jihatda Uyg'ur san'at muhitida ajoyib ta'sirlar paydo qildi. Lekin Zahirka hammamizga ma'lum, yaqinda sizning televizor ekranlarida ko'rmaydigan qoldik. Buning bir alohida sabab bormi? Albatta, tafsil to'xtab berganmiz. Bo'ldi, men nurg'ulgan tomoshabinlar ham naqsh havaskorlari shunday san'at muxlislari xat yozib, "Nima ish qilib ketsiz?" Ba'zilar deydi, sizni chetadi deydi. Ba'zilar deydi, san'at bilan shug'ullanmaydi ekan, bunday ekan, boshqa ish qildi ekan deydi. Yana ba'zilar deydi, Zahir Burhan bir yerga mümkün bo'lib, jiddiy tadqiqot qilib beribdi deydi. Hamda tomoshabinlardan kelgan xatlarda har turli savollar bor. Albatta, men bunga cho'qim izohat berishim kerak. Mening qarashimda bir san'atkor cho'qim o'zida mana 3 turli eng muhim xislatni yetildirish kerak. Birinchisi, bir san'atkor cho'qim xalqning ovozi, davrning ko'zi, shundaqla yüksek derecedeki mas'uliyatchan bir odam bo'lishi kerak. Yana birisi, bir san'atkor o'z qalbiga sodiq bo'lishi, o'ziga xos uslub yaratishi, shundaqla o'zining shu xos uslubi bilan nurg'unlagan kishilarning ko'nglini utalishi ham ularni o'zining shu san'at olimiga boshlab kirish kerak. Ben ijodiyatga shu 15 yosh vaqtlarimdan boshlab kirishgan, 5 yosh vaqtdan boshlab iskirib ko'rgangan, undan keyin uzluksiz ijodiyat bilan shug'ullanib kelib, bir mezgildan keyin oqimdagi musobaqaga qarsam, nurg'un yerlarning cho'liq qolganligini, nurg'un yerlarni to'liqlash tegishli ekanligini, ham nurg'un yerlarni yana yechib to'g'ri kelganligini his qildim. Shunday ki ben 2001-yildan başlap bo'libmi 99-yili Şinjan televiziya stansiyasida o'tkazgan Unutilgan ruh nomli naqsh kechiligimdan boshlab men uzluksiz izdinish bosqichiga o'tdim. Xalqimga, san'at muxlislariga eng yangi, eng nodir, yuraklarni larzga sola oladigan ijodiyatlarni taqdim etish uchun kecha-kunduz izlandim. Uxlaydigan vaqtimdan boshqa vaqtimda 1 minutni to'xtab qolmadim. Nurg'un naqshlar yozdim, simfoniya haqida izlandim, naqsh tekstlari haqida izlandim. Mening bu izlanishlarim yana mening bir mas'uliyat degan bir nuqtaga noiti astoydil muomala qilganligimdan darak berdi. Ham o'zimmi mening qalbimdagi shu hislatimga o'zimmi qoyil bo'lib qoldim. Ama naqshida, muzikada pishmagan narsalarni xalq so'q qilaversak, davr bizni, xalq bizni, san'at muxlislar bizni ayiblaydi, bizni bu sahnadan irqitib tushiradi. Shuningdek, biz ijod qilgan har bir naqsha, har bir muzika, har bir she'r kishilarning qalbini larzga sola olishi, ularga yepyeni bir dunyo ato qila olishi kerak. Shuningdek, demak men bu mezgillarda izlandim desam. Demak, siz sahnalar yo'qolib ketish jarayonida izlanish, texnik tirishib o'rganish orqali xalq texnik nodir naqshlarni sug'urish uchun sizda. To'g'ri. Shu ba'zan do'stlarning degani bir bo'longa kirib olib, qattiq oldirish tadqiqotlarni qilmoqda degan ashraf gap. Rahmat Zahirka. Amsi men bunda bir savol sorgim keldi. Men kichik vaqtlarimda, ya'ni sizni tunji bo'lib tunigan vaqtim shaxsan o'zimniki. Sizning shu bolalik qaytqonlar, ash tatliq naqshinizda, ash naqshini
aytgandagi hissiyotimiz intayin haqiqatan sizni o'sha bolalarni sevgan chog'ingiz esimda. Ana shu naqshni aytish jarayonida, shu naq sahnada siz haqiqatan shu hissiyotlarni kirgizish uchun qalbingizda shu bolalarni o'ylab aytganmi? Shunda bu naqshda mana ikki mazmun bor. Birisi hayot mushaqqatlarini, hayotning ochiq tushuklarini tetigandan keyingi insonning shu pok beg'ubor bolalik vaqtini seg'inish, shuning qaytg'isi kelish, qaytolmaslik o'rtasidagi azob, dunyo, insoniyat, yashori, bizning yorilishimiz, nega berib, nega kelganligimiz, nega ketganligimiz haqidagi izlanishlar singan. Bolalar farishtalardir. Ularda sap dünya buludu. Dünyani ajoyib güzel tasavvur qiladi. Biz cho'ng bo'lgan sari bu dunyoni baribir o'zimiz tasavvur qilayotgan dunyoga o'xshamay qilayotganligini his qiladi. Bu birinchi nuqta men yo'qmoqchi bo'ldim. Ikkinchisi, ikki avlod o'rtasidagi kundan kunga kengayotgan bo'shliq. Bu naqsham keyin televizorda e'lon qilinganda ma'lum misralar o'zgartirilib ketdi. Asli yozganda bunda: "Ey bolalar, kelinglar, qo'linglarni tolchilikdan ot bormi? Men ketaymi, sizlar bilan o'ynayman." Ikkinchi bo'lakda: "Ey bolalar, ketinglar, meningda ko'p ayib bordir, yo'qmi?" Bulg'angan bir avlodlar, ya'ni keyingi avlodlarning ro'yini bo'lmaslik uchun, o'zimizdagi kamchiliklarni keyingilar qoldirib qo'ymaslik uchun bizning ortiqchiligimizni o'rganinglar, bizning kamchilik taraflarimizni o'rganmanglar. Ammo bizning kamchilik tarafimiz bo'lsa, yiroq turinglar. Biz sizlarga havas qilib turaylik, sizlar yangi bir dunyoni echinglar degan mushu bir xil mazmunni sundirgan. Yana buningda bir misra bor. Ey bu dunyoning dardi ko'p, javri ko'p, odamda nima uchun sabr ko'p deydi. Odam har qanday narsani ko'tara oladi, har qanday azobni ham uzluksiz olg'a qarab maqdir, intildi. Demak, odamdagi sabr, toqat bu bardoshlik qilish kuchiga koinotga hech qanday bir kuch bardosh qilmaydi. Mumkin. Demak, ma nuqtani yoritish orqali ikki avlod o'rtasidagi kundan kunga madaniyat jihatda, e'tiqod, shundaqla har xil xarakter jihatga yiroqlashishni yo'ritsam, yana birisi sap beg'ubor pok qaytishdan iborat. Shunday bir nuqtani yoritganman. Albatta, sizning va mening bog'liq qaytamasligimiz aniq. To'g'ri. Unda bo'lganki, sizning qalamingiz orqali bog'liq qayta, sizning qalamingizdan tutgan she'rlar, ash tatliq naqshlaringiz orqali bizmi sizning xiyolingiz asrli bog'liq qaytaydi. Voy, rahmat. Bog'liq qaytib bo'ldi. O'zimizning jismi qaytmasmi, ro'yimiz qaytalaydi bog'liqqa. Biz qalbimizni paklasak, har bir insonga samimiy, rostchilik bilan, aqidamandlik bilan muomala qilsak, menimcha shu bog'larning xarakteri yo'q. Bog'liqqa qaytalaymiz. Qaytalaydigan sirdoshlar. Zoirka, shu yuqorida biz to'g'ridoshlarniki yozgan fikrlar orqali sizning bir bayonotingizni ko'rib qoldik. Bu bayonotda siz vakolatchingizni almashtiribsiz. Ya'ni vakolatchingizning deyishicha u 1 milliondek qancha vaqt ichida 5-6 yilning ichida. 5-6 yil ichida Zoirkaning vakolatchisi 5 millionda, 1 millionda tekin ko'paytirgan bo'lsa, 1 millionga da'di tortyapti. 1 millionda ko'p. Ana Zoirkamiz qanday bir xil shart-sharoit ichida shunchalik qisqa vaqt ichida shunday ko'p iqtisodiy unum yarata oldingiz. Bu model ish. Bu bayonotni men e'lon qilgan emas. Bu bayonotni mening ikkinchi vakolatchim. Men 3 vakolatchi ishlatgan. Abdurrahman Sirtekin efendi e'lon qilgan. Bizningki to'xtamimizda vakolatchilikdan chekinishdan 3 oy burun cho'qim mana bir vakolat berish kerak. Abdurrahman efendimniki bu bayonotni e'lon qilishida 2 xil xatolik bor. Birisi haddidan ziyoda shu topgan foydasini haddidan ziyoda ko'ptirib 1 millionni 1 yildan ichida topdim dedim, debdimi, shunday bir ahvol bor. Pul topdi. Ama unchilik ko'p emas. Men bu pul topdim, unchalar ko'p emas. Men pul topganim bilan onamni 7 qatim haramga oldim. Endi sinimlarimning hammasini o'qitdim. Ularga o'rgatdim. Yetim yesirlarni oilasi qiyinchiliklarga yordam qildim. O'zim dunyo ko'rish uchun chet ellarga bordim.
Muşu pullarning hammini xayr saxovat, yaxshi ishlar, ülünç ishlarga ishlatdim. Buni dadam baldir tugib ketgan. Hamda 4 yoshida tugib ketgan bo'lgandan keyin men uydagilarga ota o'rinda bo'lib qoldim. Shunlar ularga har birisini beshini silish uchun, ularga yordam qilish uchun men asos rol o'ynadim. Ularga singildirim, kuzurim, aqllarim, hadimlarimga yordam qildim. Onamning haramga berish orzusi bor ekan, uni qandodim. Yana boraman dedi, "Bağın ana. Sen bizni cho'ng qilguncha ne jafolarni tatding? Endi biz sening oyiqingda qalampay bo'laydi, oyiqingda zimin bo'laydi, bizning to'pimizga dahsatmandin. Biz shuni rozi deb boraman dedim, "Ma 7-qatim bor." Yana boraman desa, yana avatiman. Shu onaninki orzusi amalga oshguncha, hatto chopon ishtonlarimni setish bo'lsa-mu, men ularni bo'ladiga yetkazishim kerak. Bir insonda bunday mas'uliyat bo'lmaydi ekan, biz uni odam deb ölçemeyiz adam ölçümde. Hem sırtıki efendininmışındaki bir 1 milyonda pul taptım degende 10% bu menenki paydam oldu dese, demek ben 10 milyon pul tapmam oldu ben. Ahval bunçilik eğilemez. Köpetken pul bunçilik mi köpemez. Hazır ben ançilik mi baymamaz. Şulaşka sırtıki efendim ben tızrap vakalet tapayım ki eder. Sen köptürüp ilan yazgan boz gerek. İkinci qatimli vakalet, üçüncü qatimli vakalet söylenme adı yaxşı ketib barmız. Muhammed İmin Efendi ölen. Bu şunday bir ahval. Başka tordaşlarınki ortiq o'ylanmasligini unutmayman. Ananing bir tinim staqiga ko'tirib aparmoq hojat Makkaga. Bir tinim staqi shuncha ulug'ga, nindaysan sen uning butun ajriga. Bu anani kuylab yozgan intayin fasohat she'rlarning biri deb qarayman. Bu she'rning dalil sifatida Zoirkan bu nuqtani intayin yo'riq shaylab beribdi. Shunday o'zi Zoirkan. Tordaşlar, Xalqning bu she'ri sho'rchi ekanmi? Bundan Zoirkan shu o'zimizniki yuqorida besib o'tgan shu ijodiyat tecrübelerimizga asosan siz oldi bilan sizni ijodiyat usulingizda oldi bilan naqshni tekstini yozib ashuni musiqa ishlagani yaxshi ko'ramsiz yoki oldi bilan yaqinni bir musiqani ishlab olib ammo uni tekstlarini yaxshi ko'ramsiz? Bunday deyish bu. She'r cho'qim avval yozilishi kerak. Chunki she'r hukm, logikalik ma'niga ega bir til, inson anglab tushunadi. Musiq tili cheksiz ma'niga ega. U ruhning tili, musiq tili ruhning tili. Şiir evvel yazıldı, şair şiirden nurgun neslen ifade yani. Çünkü tilinin toskunluğu uçuraydı. Onun kalbindeki arzu armanlarının ki 10%'i aranlamaya vurdu şiir. Hem de kompozitör neymiş kılış gerek? Şairin içki dünyasındaki aşı azaplarını, hoşallıklarını, insaniyetinin kaygısına ortaklarını müzik tili akıllı, tekimi kengri, tekimi yüksek bir dünya başlayıp veriş gerek. Şairin kalbini. Şunlarla bu yüksek dünyanı müziğinin kudreti, şiirinin yardımcılık hususiyetinden her bir anlayıcıya yetkiziliş gerek. Şunlarla şiir evvel yazılış gerek, şiirge müzik işlense bu en doğru kılan bulunur. Çünkü biz sırk çıkış için kiyim keçekini kiyimiz, ondaki bosoğunu atlayımız, ondaki sırk karayımız. Ondasa sizin karşınızca avval şiir yazılış gerek, onun keyin müzik işleyiş gerek şunday oldu. Şunday bo'lish kerak. Agar favqulodda talent egalari bo'lsa, musiqa she'r sevasimi bo'ladi. Endi shunday qamlashtiramiz. Ammo nega ketding yayrim degan bo'lsa she'rda, musiqami nega ketding yayrim degan shu chog'dagi shu xarakterni ifodalash kerak. Shu tilni ifodalash kerak. Nega ketding yayrim deganda bir insonning qalbida bir yorni sevinish, bir xil intilish. Hey nega ketgansan? Men seni ko'rgim keldi deydigan shunday bir azob tuyg'usi bo'ldi. Ham musiqa qo'pab boshqa bir gapni qilsa, she'r olgan davlatda bu chaqda bu ikkisi qon bilan go'shtdek yaqin bo'lmaydigan bu anglag'uchiga aynan tuyg'uni yetkazolmaydi. Shu musiqa intayin nozuk bo'ldi shundaymi? Juda. Endi bir she'rga bir musiqani ishlash uchun odatda hayajonli hissiyotni qanday bir yerga kelganda intayin yaxshi bir musiqa ishlab bo'ladi. Bir she'rni, masalan, naqshi deydi. Naqshi degan hamda musiqa turi ichida, kichik bir janr. Ya'ni xuddi adabiyotning ichidagi hikoyaga o'xshaydigan bir janr. Naqshi degan. Hamda simfonik daston, sonata, simfoniya deydigan nurg'un turlar bor musiqaning. Simfoniya deganda biz
roman o'qishdimi? Sonata degan povest o'xshaydi. Naqshi degan bir hikoya o'xshaydi. Bir kompozitor avval shoirning yozgan she'rlarini tahlil qilish kerak. Shoirni tushunish kerak. Shoir nima demoqchi? Uning dunyosini to'g'ri tahlil qilgandan keyin ondan o'tirib, shoir bilan bir tuyg'uga kelish kerak. O'zi boshqa tuyg'uda, shoir boshqa tuyg'uda qolsa, bu chaqirib yashaydi. Shunga ikki tuyg'u birga bo'lganda, ondan insonning vujudi tushak kirdi. Xuddi pilot quruqlari tushak kirganda. Biz muzikada bütün dunyodan ayrilib, ruh olamiga kiramiz. Bir xil ruhiy dunyo. Men o'zi kishilsam ko'zimni yumib o'tiraman birda. Qandaqdir koinotning bir yerlaridan menga bir xil uchurlar keldi. Kang bir dunyo ko'z oldimda namoyon bo'ldi. Men o'sha dunyoga safarga chiqaman. Ma dunyo emas, o'zimning dunyosiga. Shu chog'da mening dunyomda mana she'r yozgan shoir uchraydi. Men shoirdan o'rtaq bir tuyg'u turib, biz ikkimiz hosil qilmoqchi bo'lgan yana bir dunyoni bekitamiz. Ondan shoir bilan men shu dunyoga qadam qo'ydim. Ondan u dunyoni qotirib, uning modelini o'quvchilarga yetkazdim. Shundan fasad gap qildingiz Zoirka. Bu jarayon mushunda bir xil tushak holatda, tush holatida. Aslida sizmi shu ashundaq ruhiy dunyoningizda ashtaq muzikani ishlatgan jarayonda ash yarim nakatdan deganki yaringiz bilan ash dunyolar uchrashib, ash dunyoningizga ash yaringiz bilan va'dalashib, ondan keyin muzikangiz kirgan. Shunda, chunki meni muzikamni anglagan butun yoridan ayrilganlar yoki yori bilan o'tayotganlar shu azob, shu xo'shalliklarning ta'min etish kerakda. Men shularni o'ylayotgan chog'imda har bir anglovchi ko'z oldimga keldi. Ma'lum bir yerda yig'layotgan qiz, bir yerda g'azablanayotgan yigit, bir yerda qaqoqlab kulayotgan qiz-yigitlar. Mushlar ham ko'z oldimga keldi. Kelgandan keyin ularning tuyg'ularini men nota orqali xotirlashni boshladim. Zoirka amsi, sizmi shu meni ijodiyat hayotimga vakillik qila oladi degan asarlaringizni qaysilar bor deb o'ylaysiz? Men hamma asarlarimni intayin yaxshi ko'raman. Xuddi bir dada hamma bolalarni yaxshi ko'rgandek. Endi buning ichida tarixiy temalarda naqshi yozilmaslik yoki yozilsin oz yozilishdan iborat bir nuqtani yo'ritib bergan Kiroran yuzili degan naqsham buni vakillik xarakterga naqshlardan birisi. Onundan yana birisi hijron naqshi. Bundan 20 yil burun men bir naqsh yozdim. Bu naqsh hozirgacha yoshlarning orasida aytilib kelyapti. Bu naqshning ismi hijron naqshi. Şu naqshni aziz do'stlar qilib chiqardim. Rahmat. Külgende uluta arasıdır ay ki kıtla külgende kalbimin yığılaydı yar yarim kelgende kalbimin yığılaydı yadımda kelgende Bu
tunji ijodiy. Yana birisi Hammamizdagi tanishlik bo'lgan. Ya'ni 20 yil burun yozgan. Vafosiz sen dema degan ijodiyatimni sizlarga rahmat. Vefasız sen dilerim. Vefa var mı bu alemde? Vefasız sen dilerim. Vefa var mı bu alemde? Ecrim kaldı bu yerde. Şundan mı? bu bunun ikkinchi ijodiyati. Bu bunun vakilli xarakteriga ega ijodiyatlar hisoblanadi. Yana birisi ey bolalar. Eyvallah. Ey bolalar, ota va ona. Shu qatorliq 10 necha parcha asarlar bor. Ishlar yaxshi. Yani qiz bola nima deydi deyapti. Vakilli xarakteriga ega asarlar deb qarayman. Hamda anglovchilar qanday bekitdi uni? Anglovchilar bekitdi. Hamda zoirkam shu hozirgi turmushimizda hamma narsani ba'zi o'sib ketishundanmi? Shunday. Lekin bir narsani ba'zi tushdi. Ya'ni plastikalarni. Shunday. Hamda bu plastikalarning ba'zisining tushishi, sizningcha yeni plastikalarniki biz bilan uchrashishniki nisbatan tovanlashtiryaptimi qanday? Buningda mana 3 masala bor ekan. Ijodiyat yo'q ekan. Bir millatning o'ziga xos xarakteri bo'ldi. Ya'ni butun insoniyatda o'rtaq xarakter bo'lgan bilan ma'lum millatlarda yaqin, umuman millatlarda ya'ni o'ziga xos xarakter bo'ldi, o'ziga xos ruhiy dunyosi bo'ldi, o'ylaydigani bo'ldi, tafakkur usuli bo'ldi. Hamda shularni qoldirish uchun, shularning ruhiy dunyosini amin topqizish uchun, shularning orzusini o'z g'oyasida bo'lsa-mu, tilaklarga yetkazish uchun san'at asosli omil bo'ldi. Buni shu xalqdan chiqqan kompozitorlar eng yaxshi ifodalaydi. Chunki bu san'atga qonda bo'lgan narsa. U boshqa bir odam mumkin emas qilolmaydi. Ya'ni o'zining san'atini shu odamning o'zi qila olishi kerak, shu millatdan chiqqan. Hamda yaqinqi plastikalarni ahvoli qilganda o'zbeklarning, qarindosh millatlarimizdan turklarniki, Hindistonning naqshi musiqalari tarjima qilib o'qilyapti. Koreyaning naqshlari, ruslarning naqshlari tarjima qilib o'qilyapti. Bu shu millatlarning kompozitorlari ijod qilgan, shu millatlarning o'zining naqshlari o'qigan, shu millatlarning ruhiy dunyosini ifodalagan naqsh musiqalar. Hamda buni tarjima qilib tekstlar ekegan bilan
yana oshqa yerga bormaydi. Xuddi biz nurg'un saylan yesakmi, bir qancha lag'ma yegandek boshqa yerga bormagandek Zahir deydi. kam lag'ma yeyishga umra qopishlarchimi? Men ko'chirni yaxshi ko'raman. Lag'mani yaxshi ko'raman. Demak, bir qancha yugurayapsiz qashni. Masalan, men chet ellarga borsam, shu KFC, McDonald's qatorliq shu Yevropa taomlarini ko'p yeb qolaman. Lekin bir yerim bir qandoq. Lag'maning sevgini. Yana shu do'nko'rlik kelib, achchiq shu ochiq suvni oldida bir qancha lag'ma yeyapsam, isil yegan tomoq birdan mat. Demak, biz necha ming yildan beri mishada yashab, tuproqimiz mishadan elinib, bizning xarakterimiz, jo'g'rafiya, alayidliklarimiz, madaniyatimiz sinib ketgan bu vujudga boshqa bir madaniyatni akilib oldiman desa, u mumkin emas bu. Cho'qim shu millatdan chiqqan san'atkorlar ifodalash kerak buni. Shuningdek, plastik sohasining mag'lubiyati ijodiyatning kam bo'lganligidan, nodir yaxshi asarlarning kam bo'lganligidan. Endi nurg'un plastiklar ba'zanlar ijodiyat deb bakar. Bu hargiz ijodiyat emas. Bu bir taqlid bu. Taqlidchilik deydi. Xudo anikidan azroq kesib, ulab, chaplabla, hop, chiqib Fatimaning ko'yligidek 80 yerda yamoqova. Bu yana bo'lmadi. Shuni sop ijodiyat. Yana birisi, mushu bir qism mas'uliyatsiz ko'pay taqatuvchilar. Ya'ni o'g'irlikchi nashr qiluvchilar millatning madaniyatining taraqqiyotini tutqazgan bo'layotgan bu kishilar ozroq pul uchun madaniyatimizning taraqqiyotiga tutqazgan bo'lmoqda. Men bu yerda shunday aytib qo'ysam, onda qilmanglar. Pulni boshqa narsa setib topqili bo'ladi. Ammo san'atni pul sotib olmaydi. U bir millatning ro'yi, bir davlatning ovozi, insonlarning ruhi boyidi. Buni pulga aylantirib, bunu set boy olaman deydigan sizlar tarix oldi jinoyatchi, avlodlarning oldida jinoyatchi va qilishni mumkin. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, unsin nashriyatlar bilan shug'ullanayotgan bir qism sudyalar buni unsin bozorini xuddi to'kma mollarni sotadigan, qandoqdir ishdan paypoq yoki sopon bunday narsalarni sotadigan bozorda ko'rib, nima oqsa shuni setib bu xalqga yetaklanishga muhtoj bo'ldi. Bu san'atda xalq tanlab hammani shu xalq tanlaganni beraversak, shunga mas'uliyatchan bo'lish kerak. Xalqni yetaklaydigan, sog'lom bo'lgan, ularga jo'shqin hayotiy kuch ato qila oladigan, ularning ruhini larzaga keltirib uyg'ota oladigan, davrga mos qadam bilan mandira oladigan, inoq jamiyat barpo qila oladigan, sog'lom bo'lgan shunday izil asarlarni chiqarib ommani yetaklash kerak deb qarayman. Bu mening 3 xil xulosa. Yani usul bozordagilar tilaketni olmaydi. Sayfa muqom olgan yaxshi. Keyindan yaxshi ko'raman muqomni. Amsa siz muqomni nima uchun ashta suyib olmaysiz? Uning muzikasining isildligimi yoki she'riy misralar bilan muzikaninki o'zaro birlashib ketdimi? Muqom muzikalik falsafaga to'yingan cho'nqur mazmunga boy, bütün bir millatning tarixiy kechirmishlari intan yorqin tusda ifodalangan millatimiz Uyg'ur millatining madaniyatini, ulug'larini, kimligini, intik manbasini, jo'grafiyalik alayidligini, millatshunoslikda xos bo'lgan xos xarakterlarini eng yorqin turda ifodalagan naytimi cho'nqur, naytimi güzel, naytimi yüksek darajadagi bir muzika başlığı. Onun she'rlariga O'rta Osiyo millatlarininki eng buyuk faylosoflari, Uyg'ur xalqining eng munavvar shoirlari, she'rlari kiritilgan. Muqomni anglash uchun anglag'uchida safo bo'lish kerak. Anglag'uchida bir xil falsafiy cho'nqurlikka cho'karadigan, shuni his qiladigan vujud bo'lishi kerak. Yaxshi bir gulni o'stirish uchun uning munbat tuproq bo'lishi kerak. Sho'rliq yeyib qolsa u unmaydi. Sho'rliq yega boshqa sho'rliq yerda yaxshi unalaydigan o'simliklarni tikish to'g'ri keladi. Yaxshi o'simliklar, isil munbat tuproqqa
ega bo'lish kerak. Ondan u o'zarlaydi, ondaki yıldız tatlaydi. Xuddi muqam ashundaq bir yıldız tatishi hamma kichik cho'nglarning yaxshi ko'rib anglishi uchun muzika ma'rifi buni yetaklash kerak. Bizning rayonimizdagi muzika ma'rifi kundan kunga taraqqiy qilayotgan, yo'qlikdan borliq kelayotgan bo'lsa-mu, ya'ni ko'pligi yanada muzika ma'rifi intayin qala. Hatto ba'zi maktablarda bo'lsa-mu bo'ladigan, bo'lmasa-mu bo'ladigan bir xil fanga aylangan. Bo'lsa ma'rifshunoslar 12 muqomni muzika darsiga kirgizib, sistemani o'ttirib buni tushundirish kerak xalqlar. Ular tushungandan keyin bu mandat isim kuykanimizmi deb tushunadi. Shaxsan men muqomni yaxshi tuyib olayman. Hamma 10 yil muqomni tadqiq qilyapman. Amsi sizni bir musikat shundaqmi? Amsi shu bir musikat qanday qilganda, qanday bir shart sharoitlarni, qanday bir o'zlik sapon hozirlagan chog'da haqiqiy bir xalqqa yuz kelaydigan musikat bo'la oladi deb qaraysiz. San'at turlari, san'at degan atalg'uning tagidagi kasb turlari ko'p. Masalan, chalg'uvchilar, naqshchilar, usulchilar, kompozitorlar, dirijorlar deb turlarga ayriladi. Hamma kasbning turi bor. Muzikant degan bu atalg'u chalg'uvchilarga ko'plab qatilgan. San'atkor degan bu atalg'u hammasidan to'liq xabar bor. Ham ijtimoiy ta'limni xabar bor. Mandaq odamlarga qatilgan. Endi bu yerda men sizning savolingizni yaxshi bir san'atkor bo'lish uchun qanday bo'lish kerak deb tushunsa bo'ladimi? Bo'ldi. San'atkor oldi bilan u ilm turlarining hamma taraflardan cho'nqur ham kengri bilimga ega bo'lish lozim. Ya'ni yangidan fan sifatida idrok qilinayotgan insonshunos, koinotshunoslar ham nurg'un yangi talaba bulardan cho'qim xabardor bo'lishni istab, o'zi tayyor bo'layotgan millatning tarixini bilishi, ularning madaniyatini bilishi, xarakter aloyidligini tadqiq qilgan bo'lishi ham lozim. Ondan o'zi shug'ullanayotgan kasbniki nazariy asosini intayin puxta egallagan bo'lishi. Ham bu haqida tadqiqot qilgan bo'lishi kerak. Ondan bunday odamlarda cho'qim yuksak darajadagi mas'uliyat tuyg'usi, davriga, vataniga, xalqiga mas'ul bo'lgan yuksak darajadagi mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak. Mushundaq bo'lganda yaxshi san'atkor bo'ldi deb qarayman. Siz qaysi san'atkorni biz o'zimizning mulkda? Bakrak yaxshi ko'rsiz, ya'ni qaysi bo'lsiz? Men hammasini yaxshi ko'raman. Biz hammasini yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun birinchisi deyman, alaydirab hurmatimiz cho'nqurroq san'atkorlarimiz kimlar bor? Qaysi san'atkorlarning ichida hayotni kasb turlari bo'ldi? Kompozitorlarmi, naqshchilarmi, chalg'uvchilarmi, usulchilar? O'zingiz atoqli bir kompozitor, kompozitorlar darsingiz qanday? Bizning Uyg'ur kompozitorlarimizning ichida hammasining o'ziga xos usul bor. Buning ichida yaxshi munavvar kompozitorlardan Qozog'istonda yashab o'tgan Uyg'urlarning eng buyuk kompozitori Quddus Xo'jayorov, men eng hurmatlaydigan kompozitor. İskender Seyfullah, Haris Ashirov, Ekim Asan, Nusrat Vajidi, Antekin, o'tgan kompozitorlardan Qurbon Ibrohim, Qashqa xalqining faxrlik o'g'li, Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'li Tuzun Qodir efendim. Dirijorning ichida Abdurahmon Oyub efendim, bir Uyg'ur dirijori. Qozog'istonda yashab o'tgan Moskva teatrining dirijori Aziz Dogashov efendim, Uyg'urlardan chiqqan eng munavvar dirijor. Mushu kompozitorlar Abdurish To'xta efendim, yani Karvan naqsini yozgan. Yaqinda yetishib chiqayotgan bir qism yosh kompozitorlar biz tilga erishib tegishli yaxshi kompozitorlar.
Zahirkan hürmet kılgan, yaxşı ko'radigan dirijorlar, kompozitorlar intayin chiqqan. Demak, ustoz qanchalik jiq bo'lsa, bizni o'rganadigan narsamiz. Shundoq. Bularning hammasining ustozlari. Yana Eminjon Yusuf efendim var. Yasin Muqbil efendim var. Bu ikkidan Uyg'ur yaqinqi zamon naqshi muzikchiligida noiti kamir yo'llarni ichpagan, bizga dag'dam yo'llarni ichpagan munavvar kompozitorlarimiz. Zahirka hozir sizdan kichkina bir talabni so'rayapman. Menga va to'rdoshlarga xalq naqshini shikilsira o'ylab berasiz. Bo'ladi. Qaysi naqshini? Biz yaxshi ko'rgan naqsh. Havani tuman bastı, yarne körgeli olmaz, yarne körgeli olmaz sen. Kalbimni guman bastı, yarne sevgili olmaz, yarne sevgili olmaz sen. Rahmat. Tasmika. Hamma narsa tas. Ama shuni bilsa mayli bo'lsa. Oy mohiyatni bilish kerak. Havoni tuman bosdi, oyni ko'rgili bo'lmas. Ko'nglimni gumon bosdi, yarni yarni ko'rgili ko'rgili bo'lmas. bo'lmas. Buningdagi muzikami ana oshundoq ifodalangan. Havoni tuman bosdi, oyni ko'rgili. Buni oshundoq aytish kerak-ku bu. Havoni tuman bosdi, yarni ko'rgili bo'lmas ey. Naqsh emas bu. Bu gap qoladi. Abi Zahirkam şu hazır xalq naqshini aytayotganimiz. Mush xalq naqshi bilan odatda biz yaxshi ko'rib anglaydigan ommabop naqshlarning qanday farq va o'rtoqligi bor bizda? Mana gap, xalq naqshlari degan gap bo'lmaydi aslida. Bu unutilgan kompozitorlarning ijodiyatlari. Hammadan yig'ilib bir naqsh ijodlagan ish yo'q. Dunyoda bunday ish yo'q. Mushu biz xalq naqshlari deb atayotgan naqshlarning ichida mening ijodiyatlarim bor. Shundaymi? Masalan, bulutlar arasida. Bu ham xalq naqshlari deb qo'yiladi. Uni men yozgan naqsh. Mana aktor endi. Demak, mushu xalq naqshlarining nurg'un naqshlarda Yaro degan naqshlarning egisi bor. Shuni yozgan odam bor. Ammo vaqtning o'tishi bilan bizda xotirlab qo'yish, ijod qiluvchilarga bo'lgan hurmat ko'pincha bir qism odamlarimiz, ko'pincha bo'lmasmi, bir qism odamlarimizda bo'lmag'achqa bular tarix atlaridan o'tib ketgan. Shuning bilan bunga nurg'un odamlarning hissiyoti azdan singib, bugungacha u xalq naqshlari degan qalpoqning ichida kamaydi. U shu o'z vaqtidagi shu ulug' kompozitorlarning o'z xalqiga sungan munavvar ijodiyatlari. Mana shu munosabatlar shularning ro'yiga shu xalq naqshlari degan qalpoq ostida kelayotgan shu nodir ijodiyatchilarning ro'yiga jannat tilayman. Xalqimiz hamon tadqiqotchilarimiz ularning ijodiyatlarining asli avtorini deb chiqdi, buni sistemini tadqiq qiladi. Endi kechirlar, hali ikkinchi qatqoq ommabop naqshchilar. Ommabop naqshlar degan bu Hansu tilidan bizga kelgan. Masalan, Liu Xin, Ge Qu, Liu Xin. Tarqalishcha ommabop. Bizga kelganki bu ommabop naqshlar deb ataldi. Amaliyotda bu to'g'ri emas. Ommabop naqshlarning ichining nurg'un turlari bor. Masalan, rock, pop, jazz, blues, hip hop, DJ degandek nurg'un atalg'ular turlari bor. Buni adabiyotda modernizm, hipodizm, simvolizm, realizm degandek. Hammasining uslublari o'xshamaydi bir-biriga. Nurg'un naqshlarimiz pop naqshlar bo'ldi, ba'zan rock naqshlar bo'ldi, ba'zan jazz chalg'anlar bo'ldi. Buning hammasining o'ziga tushliq atalg'usi, nazariy asosi bor. Hunarmand kasblarning hammasini hunarmandlar degandek gap. Bu hunarmandlarning ichida oshpazlar bo'ladi, muzliklar bo'ladi, yog'ochchilar bo'ladi. Shunaqqa
ma ikkisining hammasining turi bor. Endi bu ikkisining munosabati qanday? Klassik naqshlarimiz, ya'ni biz atayotgan xalq naqshlarimiz o'tgan davrlardagi insonlarning qalbini ifodalagan, orzu armonlarini ifodalagan. Hozirgi biz ommabop deb atalgan amaliyot abayqidagi ismi bor bu naqshlar bugungi davrdagi hayot odamlarning ruh dunyosini ifodalagan. Ularning orzu armonlarini ifodalagan naqshlar. Nihoyatda bu ikkining roli o'pma o'xshash. Endi Uyg'ur hozirgi zamon pop naqshlari, rock naqshlari, blues naqshlari chiqish kerak. Mushundaq ijodiyatlar borliq kelish kerak. Ham bugungi davrdagi yoshlarning qalbidagi orzu armonlarini ifodalab beradigan shundoq ijodiyatlar aylanib kelish kerak. Bu narsalar biz qarindosh bo'lgan turklarda, o'zbeklarda, qozoqlarda, qirg'izlarda barxanlarda o'rtaga chiqyapti. Biz uni suyib anglab, biz nega ekvatimiz kishilar uni anglayapti. Nima uchun? Chunki bugungi davr odamlari o'zining yuragini qondira oladigan ijodiyatlarga muhtoj. Bizda bo'lmagandagi xalqni oriyat deb anglaydigan gap. Xuddi to'yga berish uchun yaxshi chopinimiz bo'lsa, do'stimizning chopinini kiyib borgandagi ish. Shuni o'zimiz chopon tikaylik. Sen satrak tikib qo'ysakmi, o'zimiz kiysak, o'zimiz yarashadi. O'zimizdan chopinida yapalım. Bundan yaxshi javob beramiz. To'g'ri ilishimizcha, ham o'zingiz haqidagi ma'lumotlar asosida siz o'tgan yil 9-oyda har qaysi oliy maktablarda xayr saxovat san'at kechiligiga o'rlashtirib 600 million naqdni qiyinchilig'i bor o'quvchilarga e'lon qilasiz. Mushaqda ozroq to'xtalgan bo'lsa, qandoq bir xil ruhiy turtkasida mushaq faoliyatni o'rlashtirishga qiziqib qolgansiz? O'zimdan beri shunday bir orzuyim bor edi. Bu jamiyatdagi shu san'atkorlar, jamiyatning oldida melayotgan yoshlar o'zini mukammallashtirish, o'zini boyqilishdan sir atrofidagi ojiz, yetim, yesir, qiyinchilikqa bilim berishni orzu qilayotgan yoshlarga yordam qilish, iyona xarakterli o'yinlarni o'rinlashtirish bu bizning mas'uliyatimiz. Chet ellarda bunday ishlar yomon ko'p bo'ldi. Bunday faoliyatlar noyat atrofga o'rinlashtirildi. Nurg'un korxonachilar buni ovoz qo'shdi. Jamiyatning nurg'un pul tepildi. Shuningdek Afrikadagi ham boshqa qiyinchilik bor davlatlardagi odamlarga, hatto o'zining davlatidan xalqi boshqa davlatdagi qiyinchiliklarga yordam qilgan bu ish asosan umumiy bir madaniyatga aylanib ketgan. Bizda shunday bo'lsa bo'lmadi. Biz Uyg'urlar insoniyat tub qo'shquchilar, insoniyat turkumlarining birisi. Biz bu insoniyatga yaxshi ishlarni qilishimiz kerak. Yolg'iz o'zimizning qarindoshlariga emas, boshqa qarindosh millatlarga, boshqa davlatlarga yordam qilsa, buni degan yaxshi ish. Dunyoda ham nurg'un ocharchilik qilayotgan yerlar bor, ofat rayonlari cho'g'an yerlar bor. Degan arzular, bu arzularimni men Abnum rayonlik ittifoq komitetiga dedim. Degandikin ittifoq komitetiga rahbariy yo'ldoshlar yüksek derecede ehemmiyet verdi, teşkillik uğurlaştırdı, Abdülmalik İttifak Komitesi, Yaşlar Birleşmesi, Akbaratçılar Birleşmesi, tuştun, kol çıkarıp, bunu intayın mükemmel yaş uğurlaştırdı, nurgun her millet tarkançıları, bu yaş işken biz yardım kılaydı dedi, bunlar nurgun hayri, sahavet, yolunu izah kıldı. Tuştun oturup taşlangan iken bu 600 ming yuandan atıp pulup olgan iken ahırkı meydanını biz Süpen yani Pedagogika Üniversitesi'de takış murasını ötküzeyli dep bunun her milletin terkip tapkan atağılık nakışçılar katlaştı. Bu nakışçılar hemimiz köngülümüzni ular ifadeleyen bulduk. Bunu her qaysi münasebetlik orlandaki rehberler okuşlarının kolu vergen buldu bunu. Şununla bu bir hayır sahavet, yaxşı işten qilib oldik. Mush munosabat bilan men Abdulraylik ittifoq komitetiga, Yoshlar birlashmasiga, axborotchilar jamiyatiga har qaysi har millatning tarkib topgan xayr saxovatchi, vatansuvar, vatanparvar korxonachilarga chin dilimdan ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bundan keyinmi mushundaq san'atkorlarning, boshqa ilg'or yoshlarning mushundaq bir faoliyatlarni yaxshi o'rlashtirib, davlatning yukini ozroq bo'lsin yengiltish uchun o'zining bir kishilik hassini qo'shishini samimiy qalbimdan umid qilaman. Bo'lsa hammamiz o'zimiz yordam qilaylik. Bir mochani birsiga bersak, yana bir mochani bir yarim chiqib qoladi. Qo'shnimizga pulimiz bo'lmasa bir qancha suyuqishimizni akraylik. Mushundaq o'zaro bir-birimizni ko'ysak, inoq jamiyat degan mushu. Inoq jamiyat degan bu karomat ish bu. Ashunda bo'lib ketsa, bu dunyo shunda go'zallik bo'lib ketsa, bo'ladimi? Bizning ketsa nima ketadi bu? Mümkün yaşamayız da. Bunlar to'g'ri. Ko'llarda qo'lni yuvsa, qo'l yuzni yuvdi deyilgan gap. Albatta,
muhabbet ko'ngildan ko'ngil suvishganda ondan haqiqiy tabiat paydo bo'lgan narsa. To'g'ri. Shuni g'amay to'g'ri gap qildingiz. Bizmi qo'limizdan kelishicha alginab qo'yaylik. Aq niyatlarni qaralgan oppoq tilaklarimizni beramiz. Shunday. Anlasak sizni yaqında Şinjan Bingtan Milliy Pedagogika Maktabi faxriy professorlik taklif qilib, maxsus sizning nomingizda Zoir Burxon kasbiy san'at maktabi ichibdi. Kasbiy san'at sinfi ichibdi. Asli mushaqda tafsirga to'xtalgan bo'lsam. Bingtan Milliy Pedagogika Maktabi Bingtan qarashliq birdan-bir milliy pedagogika maktabi. Bu maktabningki sharoiti nihoyat yaxshi ekan. Ko'katish xizmatlari bo'lsin, ishxona, o'qitish binolari bo'lsin, qanday mukammal. Nihoyat yaxshi maktab. O'quvchilar qo'shunimiz har xil, maktab modelidan tortib, maktab partikom shujisidan tortib, o'qituvchilar qo'shunigacha nihoyat iqtidorli, ziyolilar yig'ilgan yaxshi bir maktab ekan. Bular meni bu yerga faxriy professorlikka taklif qilgan ekan, biz bu yerdagi rahbarlar bilan munosabatli o'quvchilar bilan deyishib, maxsus mening nomimda Zoir Burxon maxsus kasbiy san'at sinfidan qurdik. Buning ichida biz kompozitorlik, musiqa ijodchisi, usul, naqsha, chalg'uvchilik, un ilish texnikasi, kinolar o'ynash, ovoz ilish texnikasi, ham boshqa san'at, kino artistligi, aktyorlik, yozuvchilik, ssenarist degandek kasblar turlari bo'yicha kasb turlarini tahsis qildik. Yaqinda Turpandan boshlab biz o'quvchi elishni rasmiy boshladik. Buni Bingtan ma'rif idoralari yaxshi qo'lladi, boshqa rahbarlarimiz yaxshi qo'lladi. Bu ishlarimizning tafsilotini Bingtan Milliy Pedagogika Maktabi o'quvchi qabul qilish ishxonasining mudiri, iqtidorli yosh ma'rifchi Erkin afandim tafsili deb tasdiqladi. Unda bo'lsa Erkin afandimni taklif qiladi. Erkinga diyorum kelganimiz qaşlarımız. Intayin ahamiyatli chiqishlar, amsa mush ish haqida tafsilli tushuncha bergan bo'lsangiz. Sizga rahmat. Biz Bingtan Milliy Pedagogika Maktabi oldindan buni deyish uchun maktabning qisqasi tarixini haqida to'xtalsamizdan maktabimiz 1986-yili Abdulmumin rayon va markazdan qo'llab-quvvatlash bilan Şinjandagi osonlik, ya'ni millatlarningki farzandlarini tarbiyalash uchun qurilgan birdan-bir Şinjandagi milliy pedagogika maktabi, ya'ni o'rta texnikum maktablarning ichida milliy pedagogika maktabidan birisi. Hamda maktabimiz 86-yil qurilish boshlab, 88-yildan boshlab rasmiy o'quvchi qabul qilishga boshlab, buningda shu sifat ma'rifi sohasida jamiyatga 10 mingga yaqin o'quvchini tarbiyalab, hozir Abdulmuminimizniki har qaysi viloyat shaharlarda nuqtaliq o'rinlarda o'qituvchilik va boshqa kasblar bilan shug'ullanadi. Bu qatorda Zoir Burxon afandi bilan bu o'tirliqda
qurilgan bu Zahir Burhan maxsus san'at kasbi sinfininki mayiti bu tayinlash. Endi maktabimiz 2008 yildan boshlab islohot olib berish orqali o'rta texnikum maktablarga o'quvchi qabul qilish ishida qaysi yo'lnish, qaysi yo'l to'g'ri bo'lsa, shu yo'lni tanlash orqali biz jamiyatga bir qadar yuzlandik. Jamiyat yuzlangan vaqtida biz har qaysi oliy texnikum va kasbiy texnikumlar bilan hamkorlik munosabatga kasblarni etish bilan birga mushundaq jamiyatda to'nilgan ixtisosli kishilarni bizga mablag' solish yoki bo'lmasa musahada o'sib ketishiga kam ishimiz ochdi. Zahir Burhan efendimninki vakolatchisi Mamtun efendim mushu Zahir Burhan efendimninki uzundan bir o'ylab kelayotgan mushu muzika ma'rifi sohasida bir kuch chiqarish bo'libmi? Mushu san'at sohasidagilarga bir ulgu bo'lish sifati bilan muzika ma'rifiga bir to'p qo'shish yuzidan bir kasbiy san'at sinfi etish o'yini borligini bizga degandan keyin biz maktab partikum har qaysi rahbarlik, har qaysi o'rta qatlam mas'ullari kengashish, maslahatlash orqali oxirida Zahir Burhan efendini bizning maktabimizga faxriy professorlikka taklif qildik. Shuningdek, bu yil 2008 yillik o'quvchi qabul qilish planiga maxsus Zahir Burhan san'at kasbi sinfininki planni Bintan Ma'rif komitetidagi munosabat o'rnlarga yo'llagandan keyin bu ishimiz g'albilik bo'ldi. Endi Zahir Burhan efendimniki bu muzika ma'rifiga yuzlanishi menimcha bizniki xalqimizniki madaniyat safosini yuqori ko'tarish. Bo'libmi? Muzika sohasidagi madaniyat safosini yuqori ko'tarish. Ammo muzika sohasi deganda bu muzika chag'allik odam anglamdi, undaq emas. Muzika naqsh usul o'qigan, o'ynagan odam huzurlanadi, undaq emas. Jamiyat har soha, har kasbdagi kishilar o'zaro muzika anglash orqali muzikada huzurlanadi, o'zining kundan kunga turmushini boyitadi. Shuna Zahir Burhan efendim uzundan beri san'at sohasi bilan shug'ullanish orqali oxirida bu yo'lni tanlagan. Shuna biz nihoyatda xushal bo'ldik. Bu qatimki bu san'at sinfiga qabul qilingan kasblarni jamiyatga ehtiyojli kasblar. Bu kasbni biz plan ichida qabul qilgan bo'ldik. Plan ichida degan nima degan vaqtida hozir jamiyatda qabul qilinayotgan o'quvchilarniki plandan sirib plan ichida deydigan atalg'ular. Buni jamiyatda nurg'un kishilar tushunib yetadi yoki tushunmaydi. Shuna biz buni plan ichida qabul qilib, hozir Zahir Burhan efendimniki maxsus san'at sinfiga biz sharoitlarni hazırlayapmiz. Hem sharoitimizning to'liq ishiga ketildi. Bizdeki Bintan Milliy pedagogika maktabimizda har xil kasb, yani xarzo tili, ingliz tili, qo'sh tillik yasli ma'rifi, andan keyin rus tili, yasli ma'rifi, muzika, tan tarbiya, go'zal san'at deganda kasblarni bizniki hozirgi suhbatda ilib berayotgan shu Zahir Burhan efendim bularni ko'rib, men buni qanaqadir moslashib ketirganman. Sizlardan men uzoq muddatlik shu hamkorlik bir to'xtamni o'tsa degandan keyin biz yaqinda Zahir Burhan efendim bilan maxsus shu san'at sinfi to'g'riliq bir kelishim hozir. Hakika yuqorida deb o'tdingiz, shu Zahir Burhan kasbiy san'at sinfiga planchilik o'quvchi qabul qo'yibsizlar. Ammo shu planchilik qabul qilgan o'quvchilar o'qish bitirgandan keyin davlatniki e'tirof qilishiga erishadimi? Ya'ni bularga tartib beriladi. Tamamen erishadi. Chunki bizning maktabimizga bu qabul qilingan bolalar biz planni maktab chiqardik. Zahir Burhan efendimninki bu kasbiy san'at sinfining plani bizning plan. Faqatla o'qitish, o'qish taklif qilish, jamiyatga shu muzika sohasida alohida iqtidorlik o'zining kasbdoshligini mush san'at sinfiga maxsus taklif qilib o'qituvchilikqa salmoqchi. Kasbiy darslarni shu Zahir Burhan efendimninki sabdoshlari, kasbdoshlari Tunmuranimizda to'nilgan mush san'at sohasidagi tanliq professorlar bu sinfda dars o'tadi.
usul kasbi degan bir kasbi bor bu sinfniki. Buni Abdurrahman Rayimiz davlat darajalik artistlarni taklif qilib, dars o'tadigan ishlarni o'rinlashtirdi. Bunaqa holatda biz bu bolalarniki o'qitishda vaqtdan yuqori ko'tarilsa, madaniyat jihatdagi kasbiy bilimlarni biz madaniyat darslarini maktab biz o'zimizniki shu alayli yuqori safhali o'qituvchilarni o'rinlashtirish orqali bu bolalarniki madaniyat safhasini yuqori ko'tarishga biz kuch chiqaramiz. Andan keyin diplom masalasini dedimiz. Diplom degan bu o'qish tarixi bu bolalarniki 3 yil. 3 yil o'qish tarixi bitgandan keyin biz o'rta texnikumlarniki sirib, ya'ni o'qituvchilik salohiyat guvohnomasi. Buni o'quvchilarga taqdimiz. Bu qanday taqdirli deganda o'quvchilarimiz layoqatli o'qish degandan keyin biz o'qituvchilik salohiyat guvohnomasi, andan keyin Xanzu tili kasbiy saviya imtihonidan oldindan kelishga, ya'ni HSK kelishkisi, kompyuter daraja kelishkisi qatorli hozirgi jamiyatimizga ehtiyojli bo'lgan kelishkilarni biz o'quvchilarning aholi qarab hamma tanqilamiz. Bunda bo'lgandan keyin bunda biz Zoir Burxon apandimning bu kasbiy san'at sinfiniki nuqtaliq plan ichidagi davlat e'tirof qilgan bir kasbiy sinf ekanligiga biz dalil isbot ishonchimiz komil hamdan isbot beramiz. Erkekka yuqori savol haqida noyat atrofli tafsil javob beramiz. Sizning diyorimga qaytadan qadam tashrif qilishingizni har vaqt qarshi olmaymiz. Bundan keyin jiqchiq suhbatlarni o'rlashtirib turaylik, o'rtaq fikrlashib turaylik. Qadamingizga rahmat. Bo'ldi, sizga rahmat. Zoirga yuqorida erkekam shu masala haqida noyat atrofli tafsil tushuncha berdi. Hamsi shu sizning sinfingiz o'qiyotgan, ya'ni Zoir Burxon tarbiya sinfida, san'at sinfida o'qiyotgan o'quvchilaringizniki o'qish tutagandan keyingi xizmat masalasida o'ylaganlaringiz, planlaringiz bormi? Bor. Ularni o'qitgan kimdir, ularni cho'qim bir xizmat o'rniga ega qilish majburiyatimiz bor. Ham ularni shunday tarbiyalash majburiyatimiz bor. Yaqin uzundan beri davlatimiz ixtisos egillarini tarbiyalash bilan birga ularni o'z iqtidoriga tayinish orqali butun jamiyatdan o'ziga munosib ish o'rnini tepishga iborat bir siyosatni yurgizib, har qanday oliy maktabni tugagan o'quvchini davlat bir tutash xizmat taqsim qilmaydi. O'quvchilar o'zi ish topadi. Bu bir nuqta. Biz bu bolalarni bunda 3 o'lcham bo'yicha tarbiyalamoqchi. Birinchi o'lcham biz kelgusida mush bolalar o'qib tugagandan keyin Abdurrahman rayonimizda studentlar naqsh usulini qurmoq. Bu studentlar naqsh usuliga nima ish qiladi? Bular butun o'ttir boshlang'ich oliy maktablardagi o'quvchilar hayotini, o'quvchilar turmushini sahnaga chiqadi. Ularni madiyalaydi, ulardagi nachar illatlarni qamchilaydi, ularning turmushini keng xalq ommaga yo'ritib berib, jamiyat bilan o'quvchilar o'rtasida ko'riklik rol o'ynaydigan mushundaq bir naqsh usul ansamblini qurib chiqmoqchi. Bu davlatimizda studentlar naqsh usul o'miga deydigan bir o'mak yo'q. Bu bir bo'shliq. Chet ellarda bor. Bo'lsa biz bu o'quvchilarni shu o'makka o'rinlashtirib, bu rayonimiz ichidagi oliy maktablardan sirt, shikir o'lkadagi qarindosh millatlar oliy maktab o'quvchilari bilan o'zaro tajriba almashtiradigan, ularga millatning madaniyatini, Şinjandagi studentlarningki ovozini yetkazadigan, bo'lsa chet ellardagi universitetlar bilan munosabat o'rnatib, ular chet ellarga chiqib, studentlar aro do'stlik yurgizadigan, o'zaro bir-birimizni to'liqlaydigan, tajriba almashtiradigan, ko'riklik rol o'ynaydigan, chet elga chiqmoqchi bo'lgan ma'rif sohasidagi arboblarga, mutaxassislarga, professorlarga hamroh bo'lib chiqib, ular bir tarafdan nazariyaviy asosini tushundirsa, ular naqsh muzika usullari orqali shu millatning madaniyatini tanishtiradigan, mushundaq bir keng imkoniyatdan to'liq foydalanmoqchi. Yana birisiga, ikkinchisi, bu o'quvchilarni navbatda kam bo'layotgan, ojiz olib bo'layotgan Şinjanning har qaysi joylaridagi o'rta boshlang'ich maktablardagi bo'lib, andikin kasbiy hatto yasli ma'rifigacha san'at o'qituvchilarini eng iqtidorli, haqiqiy san'atning mohiyati bilan tarbiyalangan mushundaq iqtidorli ixtisos egillarini yetishtirib bermoqchi.
bu növbətdə kam bulayotgan bir boşluq Şinjandakı. Bu ballar aşında iqtidardan tərbiyelenib çıxsa, mən işinəmənki, hər qaysı o'rta boshlang'ich maktablardagi kam bulayotgan musiqa ma'rif tərbiyələş o'rinlarga ish o'rnatishalaydi. Biz shundoq odam qilib tarbiyalab chiqamiz. Ham shundoq odamlarni tanlaymiz. Hergiz bu şu balını kasılı alaylı demeyin. Şuların içinden sarkınlarını tanlap, mavi kelbisinden nan tep yerlemde o makasıdı. Der közümüz yetse, şundak terbiyeleyimiz, bulanı bir bağın iş orunda acayip tepkilen yaratalaydıgan. Bütün ballarını müzik marifinin mükemmel terbiyeleyek ilkilalaydıgan. Yaşaşını bildiğin, kandak yaşayanda, tekimi yaşırlı bulduğun usullardan tartıp, tanıştırıp çıkın. Üçüncüsü, bunların içinde bir türküm kino artistlerini, damlık usulçularını, damlık nakış çolpanlarını yetiştirip çıkınız. Bizde bundan imkaniyet %100 var. Benim kesiptaşlarımın içinde nurgun meşhur ballar var. Bunların etkilimiz, o ballarını damlık çolpanlarla tanıştırınız. Andikin senet emeklerine tecrübe almıştırınız. Ustazlardan üzere ügütümüz. Ben işinmem ki bu ballar çokum en yaxşı iqtidar egalaridan bo'lib yetishib chiqdi. %100 bo'lmasimi, oltinmi, %100 emas. 99% bo'lsin ish o'rnida ishlaydigan qilib, mushunda iqtidorni yetildiramiz. Endi shuning ichidan bu nonni yemaydiganlar bo'lsa, biz buni muvaffaq bir o'ringa ega qilish uchun tirishamiz. İşenciniz nihayet kamilga shunday. Buni ishonchim kamil o'quvchilar maslashsa, biz cho'qim bu güzel arzularimizni oxir reallik aylantiramiz. Yuqorida cho'lpon to'g'riliq gap chiqib qoldi. Endi sizning sinfingizga bolalarning cho'lpon bo'lib ketish ehtimolimi yo'q emas ekan. Men cho'lpon bo'la olamanmi? Cho'lpon bo'la olasiz. Osmonda yulduzlar intayin ko'p. Ammo uning ichida faqat bir cho'lpon bor. Sizning savolingizni men bunday bir narsani his qilib turibman. Yani qandoq odamlar cho'lpon bo'ladi san'at sohasidagi degan juda. Nay to'g'ri aytdingiz, men Ruslan so'ramoqchidim. Yaxshi, buni so'raganingiz nay dal joyida bo'ldi. Ko'pincha kishilar televizorga bekerak chiqqan, bir necha deylarni chiqargan, shundoq bir naqshchi, muzikant, shundoq bir qism kishilarni cho'lpon deb ataydi. Unda bu xato qarash. Chunki men bugun diyorimda bir qitim chiqib qo'yib, aytazam cho'lpon sapaz qilmoqchi. To'g'ri. Cho'lponning o'lchimi bor. Hamma narsaning o'lchimi bor. Hatto koinotning qurilmalarındaki her bir planetlarning orasidagi orliqlarni tortib, eng inchik halqinligi o'lcham bo'ladi o'yo. Her bir kasbning o'lchami bo'lmoqda, cho'qim o'lcham. Biz bu o'lchamni o'zimiz chiqarmaymiz. Buni chet ellardagi ilg'or nazariyalardan foydalanib, masalan, qarindosh millatlar, ichida cho'lponlar bo'lgan talablar qanday, buni izlandik. İzlengendik ki biz ahire bunda 5 xil xususiyetini özde mücessemleyen adamlarını san'at sohasidagi cho'lponlar bo'lishga haqli deb qardoq. Bu qaysi 5 xil bo'lsa? Bunun birincisi bir san'atkor o'zi tava bo'lgan millatning ko'zi, obrazi, ovozi. Bir millatni, bir davlatni dünyada tanıtış için hamma adamni mashinaga ayiqlanib besib, boshqa millatning san'atiga eshik qo'yilmaydi. Shuning san'atkorlari, tantarbiyachilar chiqadi. Shunashqa, biz bu yerda san'at sohasidagi cho'lponlar bo'layotgandan keyin bir cho'lpon chiroy, turuq, badan saposi jihatlarda cho'qim o'zi tava bo'lgan millatning erkiga vakillik qilishi. Mesela siz bu şu Hindistan'ın nakışçıları, Türkiye'nin nakışçıları, özümüz yakını. Qarab bakın, bunun içinde şunçilik sopalık, çıray, turuq, hem to'liq o'lchamlik adamlar var. Bir bakarsanız, ojo, mamillat, ajoyib millatga deb qalasiz. Bu bek muhim. Bir cho'lpon, chiroy, turuq, badan saposi, erki jihatda shu millatning eng yuksak en negizlik, en cevherli vakillik qilish kerak. Uni ko'rgan odam millat ajoyib izil. Nima degan kelishgan, nima degan sapolik, badan saposi, yetilgan millat ma'vu degan tuyg'u ega bo'lish kerak. Bu birinchi shart. Yana birisi shu cho'lpon, masalan, bir usul ya bir naqshchi deydi, o'zining xos bo'lgan dunyosini yarata olish kerak.
Hem o xas bo'lgan dunyoni shu millatning 60% yoki 50% odami e'tirof qilgan bo'lishi kerak. Birla anlasak, o ma Pukunning usubi ma bu. Ma Pukunning usubi ha o'zigini xas, hech qanday dunyoda yo'q. Buni yaxtalish kerak, bu ham e'tirof qilingan bo'lishi kerak. Ondan bu şu olimini, o'zi yaratgan san'at olimini 10 yildan ortiq tutib tura olgan bo'lishi kerak. 10 yildan ortiq vaqt ichida tutib tura olgan bo'lishi, uzluksiz yanılab turgan bo'lishi, buni deyip turgan bo'lishi kerak. Bunday odamlarni biz cho'lpon deydi. Ya'ni uchinchisi, biz cho'lpon bu yigona cho'lpondir. Yana bir millatning ma'lum sohasidagi alohidligini namoyon qilayotgan cho'lpon bo'lgan ekan, uning yuksak mas'uliyat bo'lishi kerak. O'z xalqining ro'yitiga yuksak darajada mas'uliyatchanlik tuyg'usi bilan birga o'z xalqining madaniyatiga, dunyo qarashiga, falsafa qatlamiga cho'nqur cho'kkan, tarixini tushungan ham shu millatga ovoz, ko'z, vujud, ruh bo'lishi kerak. Ondan biz cho'lpon deymiz. Ancha-muncha gitar kelib, ancha-muncha tanishib, chilib, to'rt-besh yildan televizorga chiqib, ancha-muncha bir yerda bir rasmlar chopilib, dayrib chiqqanlar, u cho'lpon bo'ladi. Uni biz havaskorlar deymiz. Chet ellarda bu o'lcham nihoyatda qattiq. Bu o'lchamga to'shmagan cho'lponning, ya'ni atalmish cho'lponning nolg'u dentillarimiz setilmaydi. Nolg'u odamlar mush hukumga singib ketgan qolisiga. Ularni e'tirof qilish, qandoq odamlarni cho'lpon deb tonish, san'at muxlislarini, ya'ni tomoshabinlarning singib ketgan u ham bir madaniyatga aylangan. Bu uchinchisi. To'rtinchisi, cho'lpon bo'lgan, san'at sohasida cho'lpon deb qaragan kishilar ham e'tirof qilgan shu cho'lpon cho'qim yuksak darajadagi axloqiy safoga ega bo'lishi kerak. Ovozi yaxshi, chalg'uni yaxshi chaldigan, ammo axloqi nachar bo'lib qolsa, bu shuni do'rug'chilarni keltirib chiqardi. Bir qism atalmish cho'lponlar azroq tanilgandan keyin kishini yaratmaydigan, o'zini dunyoni bir chaqlaydigan, uning havaskor muxlislari ko'rishga kelsin qo'lini bermaydigan, haqorat qilgan. Hatto ba'zanlari oqni chekib solgan, kayf safoga berilib ketadigan, axloqiy tushkunlik uchraydigan odamlar. Ana ba'zanda bunda desam, o chetlarda ba'zanda cho'lponlar bo'lishlar bir axloqiy jihatda bunda ketkizib qo'ygan taraf bir bo'ldi ekan u deyish mumkin. Biz degan tipik shart madaniyatiga ega urf-odatimiz ham nurg'un jihatlarimizda g'arbliklarga o'xshamaydigan xos madaniyatga ega biz bir axloqiy millat. Ya'ni axloqni tashabbus qiluvchi millatmiz. To'g'rishqa cho'lponlarimiz mustahkam e'tiqod bo'lishi, axloqiy safosi yuqori bo'lishi, o'zining qilayotgan, etayotgan har bir ishiga mas'ul bo'lishi shart. Agar unda bo'lmaydi ekan, vaqtning o'tishi bilan kishilar ularni bilgandan keyin uni o'zining ko'ngil to'ridan irg'itib tashlashi mumkin. Ham shundoq huquqqa ega. Cho'lponni cho'lpon qila oladi, ham uni hech nima emasmi qila oladiganlar, ya tomoshabinlar, odil baholovchilar, xalq. Bu 4-nuqta. 5-nuqta nima? Bir cho'lpon bo'lgan odam cho'qim naqsha aytish, usul o'ynash, chalg'ulan chelishdan sirt, u adabiyot, falsafa, estetika ilmi, insonshunoslik, millatshunoslik, tarix jihatdan mo'l bilimga ega bo'lishi, uni o'zining yaratayotgan san'at olimida namoyon qilishi, shuning bilan birga kishilarning ruhini poklay olishi, ularga pok bir ruhni ato qila olishi, ularni insoniy tuyg'uga boy qila olishi, har bir odamning insoniy safoni yitildirishiga yordam qila olishi ham shart. U yana kelib ilmning boshqa turlaridan to'liq xabardor bo'lmasa-mu, cho'qim ma'lum darajada xabardor bo'lish kerak. Ya'ni tabiiy fan sohasidan. Tabiiy fan sohasi. 1 milliard 300 million nopusliga
qarindosh millatlarimizning ichida Xanzu millatining ichidami cho'lponlarni sansak 10 barmoq yonilmaydi. Ularni shunda qattiq o'lchamlarni qo'ygan. Bizning bildigan Xanzu cho'lponlarimizni bizmi sansak baramog'imiz yonilmaydi. Amerikadagi taraqqiy topgan shunday bir davlatlardami ularning cho'lponlarini sansakmi sanoqli bir necha cho'lpon bor. Şunlaşqa bir millatning ichida hamma odamning cho'pon bo'lib ketishi mumkin emas. San'at sohasimi hamma odamni o'rab qochiladi. Har xil usullar bilan e'lon shaklida qiladi. Televizorlarda ko'plab qo'yish orqali uni cho'lpon qilib yetishtirman deyishmi ham mumkin emas. U mumkin emas. Bu o'zligidan, tabiiy talantidan, cho'nqur bilimga ega bo'lishidan, kichigidan tortib tarbiyalanishidan ushtiq keladi. Ondan keyin u cho'lponlik o'rnini saqlay oladi ham saqlab kelyapti. Yaxshi oldu. Hürmetli to'rdoshlar, biz yuqorida Zoir akam bilan intayin yaxshi paranglashdik. Suhbatimizning eng oxirida Zoir aka bütün to'rdoshlarga aytgan qanday yurak so'zlarimiz bor? Men mushu munosabat bilan meni ziyorat qilgan diyorim To'rbekdagi Dilshod Otoman afandimga ham meni ziyorat qilgan singlim Xolnur Xonqulga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shundaqla diyorimning atrofiga uyushgan diyorim to'r abonentlarini tabriklayman. Ularning tinch salomatlik, ishlariga muvaffaqiyat tilayman. Mushu munosabat bilan men to'r madaniyati haqida to'rdoshlarga qisqacha qarashimni bildirmoqchiman. To'r Uyg'ur madaniyat sohasiga yangi kirib kelgan, shundaqla kichikdan cho'ngga qarab yuzilayotgan intayin muhim bir soha. Nima uchun muhim? Chunki bizning ovozimizni, bizning iziqlarimizni butun dunyodagi har bir Uyg'ur qarindoshlarimiz, qarindosh millatlardagi Uyg'ur tilini biladigan do'stlar, har sohadagi zotlar, butun rayonimiz ichidagi her saha, her kasbdagi kishilar ko'rdi, anglaydi, bizga baho berdi. To'rdoshlarni umid qildiğim her bir to'r munozaralarda fikr qilish usullarida ilmiy bo'lishinglarni, to'r dunyosini zamonaviy g'ayvatxonaga aylantirib qo'ymasliklarini, keng to'r ko'rarmanlarni to'g'ri, sog'lom bo'lgan fikr eqim bilan yetaklaydigan nodir temalarni e'lon qilishinglarni, munozaralarda ilmiy, to'g'riqqan bo'lib, bir-biringlarning insoniy shaxsiyatini hurmat qilgan holda fikr qilishinglarni samimiy dilim bilan, qalbim bilan umid qilaman. Biz sizlarning munozaralarni ko'rib turyapmiz, anglab turyapmiz. Sizlar bilan bevosita bo'lsa-mu, ma'lum fikr o'rtoqlikka ega bo'lib turyapmiz. Manlamat Uyg'ur ziyolilarining har biri sizlarning har bir chektinglarni shu inkas qaytarish ko'zligi qo'ygan. Ko'rib turyapti, sizlarga baho berib turyapti. Uyg'urning bu kichik hujjatlardan butkul Uyg'ur xalqining ideologiyasini, dunyo qarashini, fikr qilish usulini tahlil qilyapti, sizlarga baho beryapti. Sizlar urgan har bir chekit butun Uyg'ur to'r abonentlarining ko'zidan qochib qutulmaydi. Shunlashqa hammanglarning eng oxirida mas'uliyatchan bir to'r abonenti bo'lishinglarni samimiy qalbimdan umid qilaman. Xayr, xo'sh do'stlar, biz yana ko'rishamiz. Hürmetli diyar məhli, biz yuqorida hammamizga tanishlik bo'lgan Zoir Burxon apandi bilan intayin qizg'in va yaxshi suhbatlashdik. Diyorim buningdan keyinmi sizlarning to'r ziyoratinglarga texnik rangaranglik va mo'l mazmun ato qilish uchun har qaysi kasblarda muvaffaqiyat qozongan tadbirkorlarni diyorimga yig'ib sizlar bilan uchrashtirmoqchi. Agar diyorimning suhbatiga qiziqsangiz, diqqatinglar davomli diyorimda bo'lsin. Xayr, amanglarning turmushiga baxt tilaymiz. Kelar soni ko'rishaylik. Xayr, xo'sh.